Chetda ko'rib turgan hamma kunlaringlar likvidatsiyaga tushgan ko'rishingiz mumkin. Soni juda ham ko'p. Bularni ozgina aybi bor, qirilgan, chizilganligi uchun juda ham arzon narxlarda beraveramiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar to'liq tushuntirib beraman. Uchun shu kunlarimiz suv tegib turadi, to'liq kompressor frioli bo'ladi. Suvni nasos bilan tortib oladi. Ichlari to'liq nejayga bo'ladi. Mana ishda ozgina darsga aytganim uchun hozir 1.600 gacha sotilgan, hozir kikkada 811 ming so'mdan 2 yil kafolatlar bilan qilib beramiz. Bu kunlarimizdan ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyda ozgina pachog'i borligi uchun ishlashiga umuman xalaqit bermaydi. Garantiyalar bilan to'liq qilib beramiz. Bu ham 1.600 ming so'mgacha sotilgan, hozir kikkada 873 ming so'mdan 2 yil kafolati bilan qilib beramiz. Menga suv ustida turadigan, tagida turadigan kerak emas deganlar uchun mana ishda ozgina pachog'i borligi uchun hozir 1 million 100 gacha sotilgan kunlarimiz hozir kikkada 750 ming so'mdan to'liq kompressor frioli bo'ladi. O'zidan 3 xil suv tushirib bera oladi. Muzdek, xona haroratida isuv boladan zashtasi ham bo'ladi. Bunga ham 2 yilgacha kafolat beramiz. Xohlasanglar bunaqa lapkali variantlari ham bor. O'zidan 3 xil suv tushiradi. Mana ishda ozgina dars ketgan uchun bu ham 1 million 100 gacha sotilgan, narx hozir 725 ming so'mdan atiga. Bu kunlarimizni ko'rishingiz mumkin. Hammasi to'liq kompressor frioli bo'ladi. Orasida bitta dona ventilyatorlisi ham yo'q. Hammasi suv bilan to'liq 10 gradusgacha muzlatib 95 gradusgacha bemalol isitib bera oladi. Bu kunlarni hammasini bittada Instagramga sig'dira olmayman. Shuning uchun Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, hammasini narxlari bilan bitta dumaloq video qilib tashlaymiz. Xatida nima bor, narxlari bilan videomizni yo'qotib qo'ymas uchun saqlanib qo'yinglar, yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Tez sotilib ketadi, tez ulgurib qolinglar, yaqinlarga yana bir marta ulashib qo'yinglar.